Atir sovunga tish pastasini surting va siznikiga kelgan mehmonlar hojatxonangizga kirmasdan ketishmaydi. Bu sirni faqat boy mehmonxonalar bilishadi. Buning uchun atir sovunimizni tyorkadan chiqazib olamiz va ustidan tish pastasidan sovolamiz. Bir osh qoshiq chayni soda solib, qo'limiz yordamida yaxshilab qorishtirib, aralashtirib olamiz. Bu qorishmamizda chayni soda juda ham katta rol o'ynaydi, chunki barcha bakteriyalarni yo'qotib, sovunimizning xushbo'y hidini yana ham kuchaytirib beradi. Qorishmamizni qo'llarimiz yordamida sharikcha yasab olamiz va folgada o'rab, qaychi yordamida har xil joylarini teshib chiqamiz. Tayyor bo'lgan xushbo'y sharikimizni unitazimizni bachokiga solamiz. Bakteriyalardan himoya qiladigan, anchaga yetadigan kapsulaga ega bo'lamiz. Uyingizga kelgan mehmonlar hojatxonangizga bir marta bo'lsa ham kirmasdan ketishmaydi.